Ko'zlaringiz atrofidagi to'qimalar holati yoshingizni katta ko'rsatyapti. Osilgan yuqori qovoq terisi yuzni og'irlashtiradi. Har doim horg'in ko'rinishda bo'lasiz. Bunday holatlarda makiyaj ham yordam bermaydi. Bu muammo faqat tashqi ko'rinish bilan bog'liq emas. Ba'zi holatlarda osilgan teri ko'rish maydonini ham toraytiradi. Blefaroplastika amaliyotida yuqori va pastki qovoqlardagi ortiqcha teri olib tashlanadi. Nigoh ochiladi. Natijada chiroyli va yoqimli ko'rinish. Har bir jarrohlik muolajasi individual reja asosida bajariladi. Chandiqlar yuqori qovoq tabiiy burmasida yashirinadi. Reabilitatsiya 5-7 kun davom etadi. Ramazon oyida maxsus chegirma e'lon qilamiz. 10 ta bemorimizga jarrohlik muolajasini 20% chegirma bilan bajarib beramiz. Undan tashqari barcha tekshirish va maslahatlar bepul. Agar sizga bu ma'lumotlar qiziq bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring va bizning administratorlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi.